O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligida madaniyat, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar hamda sport vazirliklari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tomonidan belgilab berilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida Mudofaa vazirligi qator vazirlik va idoralar bilan o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlamoqda. Xususan, Mudofaa va madaniyat vazirliklari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Tomonlar endilikda Mudofaa vazirligi bo'linmalarida madaniyat va san'atni keng targ'ib etish, madaniyat va san'atni rivojlantirish bo'yicha dasturlar, metodik hujjatlarni ishlab chiqish, qo'shinlarda san'at va badiiy ijodni har tomonlama rivojlantirish, harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari uchun teatr, konsert va kinolar namoyish etish, harbiy madaniyat va san'at bo'linmalarini yuqori malakali kadrlar bilan butlash, ularning malakasini oshirish, qayta tayyorlash hamda magistratura bosqichlarida o'qitish. Mudofaa vazirligi faoliyatini yorituvchi hujjatli filmlar, vatanparvarlik ruhidagi badiiy filmlarni yaratish kabi qator vazifalarni hamkorlikda amalga oshiradi. Hurmatli Prezidentimiz Oliy bosh qo'mondon Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida bir qator vazifalarni belgilab bergandilar. Mana shu vazifalarning amaliy ijrosi sifatida Mudofaa vazirligi va Madaniyat vazirligi o'rtasida mana shu hamkorlik to'g'risidagi memorandum imzolandi. Umumiy buni g'oyasi, buni mohiyatida shu yotadiki, biz o'sha harbiy xizmatchilarimizni bugungi kundagi qalbidagi vatanga bo'lgan muhabbatni mana shu madaniyat va san'at orqali yanada mustahkamlash. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rahbariyati bilan kechgan uchrashuvda ham harbiy ta'lim muassasalaridagi moddiy texnik baza, sharoitlar borasidagi imkoniyatlar ko'rib chiqildi va tegishli ishlarni amalga oshirish bo'yicha fikr-mulohazalar yuritildi. Shundan so'ng ikki tomonlama hamkorlik memorandumi imzolandi. Unga ko'ra, endilikda o'qitishning zamonaviy uslublari bo'yicha tajriba almashiladi. Harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish yo'lga qo'yiladi. Iqtidorli yosh olimlar uchun ilmiy maktablar yaratilib, ilmiy va ilmiy texnik faoliyat natijalarini joriy etish tizimi yangi bosqichda olib boriladi. Albatta, bu memorandum imzolash natijasida bir qator vazifalar belgilangan. Mudofaa sohasidagi harbiy kadrlarni tayyorlashi, tizimini tubdan isloh qilish, uni modernizatsiya qilish, qayta ko'rib chiqish vazifalari belgilab o'tilgan. Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarni bajarishda bugungi memorandum dastlabki qadam bo'ladi degan umiddamiz. Mudofaa vazirligi markaziy apparatida O'zbekiston o'q otish sporti federatsiyasining navbatdan tashqari konferensiyasi ham bo'lib o'tdi. Unda qisqa vaqt ichida federatsiyada amalga oshirilgan ishlar tahlil etilib, istiqboldagi rejalar haqida ma'lumotlar berildi. Aniq chora-tadbirlarni hamkorlikda amalga oshirish bo'yicha fikr-mulohazalar yuritildi. Kun tartibiga ko'ra, federatsiyaga rais o'rinbosarlarini saylash, ijroiya qo'mitasi va nazorat taftish komissiyasi tarkibini tasdiqlash, federatsiyaning hududiy bo'linmalariga yangi raislarni tayinlash kabi masalalar atroflicha ko'rib chiqildi. Federatsiyaning hududiy vakillari ham konferensiyada onlayn tarzda ishtirok etib, o'zlarining fikr-mulohazalarini bildirishdi. Shundan so'ng, Mudofaa vazirligi va sport vazirligi o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan sharoitlarga biz ham sportchilar bor kuchimiz bilan, bor mehnatlarimiz bilan harakat qilyapmiz. Chunki bu sportchilar uchun hamma sharoitlar yaratib berishmoqda. O'ylaymanki, hozirgi konferensiyadan keyin hamma aniq oldiga maqsad qo'yib, bundan ham yuqori natijalarga erishishga harakat qiladi. Albatta, olib borilayotgan bunday sa'y-harakatlar milliy armiyamiz saflarini har tomonlama bilimli kadrlar bilan butlashda, harbiy xizmatchilarning ma'naviy salohiyatini yuksaltirishda, bir so'z bilan aytganda, qurolli kuchlarimizning jangovar shayligini va qudratini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.